Bu video faqat erkaklar uchun, erkaklar ko'rsin. Kommentariyada ko'p yozgandiki 18, 20, 30, 40 yoshlar ham yozadiki, WhatsAppga ham ko'p yozgan jinsiy holatni uy sharoitida qanday qilib, misol katta qilsak bo'ladi, to 7 sm gacha. Biz hozir bitta usulni topdik, bitta apparat olganmiz, sizlar uchun topib keldik. Vakuumli apparat для увеличения половых органов. Lekin siz birinchi o'rinda 13 sm bo'lish kerak. Agar apparatingiz 13 sm dan agar pastroq bo'lsa, kichikroq bo'lsa, u holatda mana shuni ishlatsangiz bo'ladi. 13 sm baland bo'lsa, misol kattaroq bo'lsa, shart emas. 13 sm norma. Qanday ishlatasizlar? Mana bu yerda teshigi bor. Teshigidan o'sha jinsiy holatingizni solib qo'yasiz. Keyin mana yerda balonchigi bor. Balonchigi bilan kachat qilasiz. Balonchigi bilan kachat qilasiz. Toki jinsiy holatingiz katta bo'lib, misol kravobratcheniyasi yaxshilanib, qip-qizarib turgan holatda siz 1 minut yoki 1,5 minut ushlab turasiz. Shuningdek, boshqa buni bosmaysiz, ushlab turasiz. Misol siz borib zallarga borasiz, gantel ko'tarasiz, mushaklaringiz shishadi. Bu ham shunga o'xshagan mashq. Jinsiy holatning mushaklarni shishtiradi, qon aylanishini yaxshi qiladi. To 7 sm gacha garantiya bor. Agar yoshingiz to 28-30 yoshgacha bo'lsa, 30 yoshdan yuqori buni to 5 sm gacha garantiyasi bor. Mana ishlatishini men aytdim. Bir kunda 1 marta, 2 marta kechqurun 5-10 daqiqa ishlatsangiz bo'ladi. O'sha holatda asta-asta 1,5 oy, 2 oyda garantiya bilan misol 7 sm rezultat beradi. Mana shu uchun undan oldin smaskasi ham bor. Smaskasini qilish kerak. Обязательно smaska bilan keyin обязательно topshiring analiz testosteron gormon. Keyin prolaktin, ekstradiol jenskiy gormonlarni ham topshirib ko'rish kerak. Normada 10 bo'lish kerak testosteron. Agar ondan pastga tushgan bo'lsa, testosteron gormonni ham ko'tarish kerak. Xohishlar tushib ketgan bo'ladi. O'sha holatda xohishlarni ko'tarish uchun gormonlarni ham ko'tarish kerak. Va mana shu apparatdan ishlatsangiz bo'ladi. Biz optov zakaz qilganmiz, bizda bor. Biz Moskva shahrida, dastavkasi ham bor. Telefon qilasizlar, va sog' bo'linglar.